Assalomu alaykum, bizni kanalimizni kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz. Oxunjamizda bugun yangilik bo'ladi. Erta bahorda molxona qurishni rejalashtirgan akalarimizga mana bunday chiroyli molxonani obzorini qilib beramiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib, bitta like tugmasini bosib qo'ying akalar. Nima deydi? Hozirgi kunda chorvachilikka hamma qiziqyapti, lekin oldingi molxonalardan voz kechilib mana bunday shinam yaxshigina nima deydi, mol boqishga qulay molxonalarda hamma ham quryapti. Lekin niyat qilib turgan akalarimizga chiroylab obzorni qilib beramiz. Fikr almashuv, tavsiyangiz bo'lsa, molxona qurish niyatingiz bo'lsa, mana bunday proyekt deydimi? Asrarbek nima deydi do'stim? Bunday og'illarni qurish hammaga nasib qilsin. Biz ham xudo xolasa ishlar boshlab oldik. Oxunjamiz kanali obunachilari. Shuningdek molxonamiz. Biz ham chorvachilikka qiziqib, ozgina niyat qilib shuni qurdik. Qolgan ma'lumotlarni endi video davomida bittadan like, podpiska bossalaring davom etamiz. Davom etamiz akalar. Bizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqda akalar mana qor yog'di, xudo xolasa hamma yoq oppoq qorga belandi. Hop. Akalar hozir birinchi tashqisini aytib o'tsangiz, Asrarbek. Bu og'ilimiz 17 metrga qurilgan. Demak, eni 17 metr, ha? Hop, u boshidan bu boshiga 17 metr. Toza. Yerdan balandligicha do'st? Yerdan balandligi 4,5 metr bor tomgacha. Ha, shifrgacha. Shifrgacha. 4,5 metr. 280 balandligi. Ha, ichiga keyin o'tamiz. Mana tashqisi 17 metr bo'lsa, tashqi balandligini ko'ryapsiz. Ichki balandligini necha dedingiz? 280. 280. Shu haqida ma'lumot bering qani. Nimaga mana bunda 2, 3, 4, 5, 6 ta portichka demaymiz, bu katta portichkada. Bu yozgi oylar uchun. Chunki qishda ham yozda ham mollarimiz bayda yaxshi havo almashib, o'zi yaxshi bo'lish uchun buni qo'yilgan. Lekin taglarida alohida mollar uchun Demoxotlar. demoxotlar havo aylangani. Havo aylantirishga ko'ringlar. Og'il hidlanmaydi. Og'il hidlanmasligi uchun hammasiga mana demoxotlar qo'yib ketilgan. Hop, tashqisidan 2 dona eshigi bor. U yoqdan ham kirish, bu yoqdan ham kirish, ha? Ichkariga o'tamiz endi. Ichkarisi ham akalar chiroyli holatda turibdi mana. Hop, birinchi o'rinda aytib o'tib ketsangiz, eshikdan kirgandan keyin mana koridor. Eni necha mashina Asrarbek? Bu koridorimiz eni 1.30. Hop, 1.30. Chunki og'ilimizda masalan yuklarni yoki bir yemlarni olib kirganda tiqilik bo'lmasligi uchun shunday qulay razmer bo'ladi 1.30. To'g'ri aytasiz. Bu yo'lagan 1.30. Hop, demak bu yo'lagimiz ham 1.30. 1.30 olingan. Mana hurmatli obunachilar, bu eshikdan kirishda bu yoqqa o'tgani xuddi yo'q, mana to'sib qo'yilgan. Bir u yoqdan kirish bor xolos, ha. Mollarni orqasiga tozalash uchun bir tomondan kirish o'ti joylashtirib ketilgan mana. Hop, bu yo'lagimiz 1.30. Endi bu yoqdan ham eshik qo'yib qo'yilgani asli yaxshi bo'lgan mana. Ha, chunki mollarimizga kelib yem hashar bergani bu yoq qulay. Agar mollarni tashqariga olib chiqib yo biror yerga sotgan yo olgan chiqqanda bu eshigimiz qulay. Shuning uchun ikkita eshik qo'yilgan. Hamma narsa rejalashtirilgan ekan, ha? Bu yoqda ham eshik bor. Bu tarafda. Hop, bu eshikchi. Bu eshik bu dala maydoniga olib chiqadi. Mollarimiz ba'zida aylangani chiqsa, o'sha eshikdan Bu yoqdan olib chiqib turasiz. olib chiqib. Demak, bu tushunganlaringdek, bu darvozani endi yomon qilmaslik uchun mana orqadan xod bor ekan. Demak, bitta og'ilga 3 dona eshik o'rnatib ketilgan. Endi ichiga o'tamiz, do'st. Ichki tomonlarini razmerlarini aytib bersangiz. Tomonlari bu mol turadigan joyimiz 210 qoldirib ketilgan. Hop, mol akalar, mol turadigan joy mana 210 ekan. 210 210
Go'nglari yoki boshqa haliklar chiqib ketish uchun 60 cm. Bu yerda siydik Buni eni 60 cm deyapsizmi? 60 cm. 60 cm chiqmasa kerak bu. 40 cm yo 30 cm chiqadi. O'lchab ko'ringchi. O'lchab ko'ramiz mana. O'ttiz santimetr ekan. Santimetr. Akalar mana 30 cm joy tashlab ketilgan. Endi uklonni ko'ring. 5 santimetrdan 15 santimetrgacha uklon kelgan. Bu yerda mana trubaga tashqariga siydik yo'llari xod chiqarib ketilgan. Endi yana bu yoqdan uklonimiz yana balandlaydi, yana oxiriga borib yana pastlaydi. Uklon yana 15 ga keladi-da, bu yerdan yana siydik xodi chiqib ketadi. Bu yerda go'nglarni yoz oyida otish uchun ham pochkalar qo'yib ketilgan. Buni hozir kunda bekitib qo'yibsiz-da? Bekitib qo'ygan, qish oyi bo'lgani uchun. Hali mollarimiz ham bo'yga chiqqani yo'q. Endi xudo xolasa 10-15 kun oralig'ida olib chiqib, sheyda faoliyatni yuritaverasiz. faoliyatni yurgizamiz obunachilar. Hop, 17 metrga 1, 2, 3, 4 ta 5 ta porchka qo'yilibdi mana aka. Porchkamizning o'rtacha holati 60 ga 40 bo'lsa kerak mana. 60 ga 40 razmerda. 60 ga 40 razmerda. Bu yo'lagimiz esa 1 metr. Hop, demak, molni go'nglarini to'g'rish uchun orqa tomonlardan yurish yo'lagimiz 1 metr ekan. Toza 1 metr. Mana 30 cm, bu yog'i 210. Shunda jamini hisoblaganda 210, 240, 340 bo'ladi. 340 masofa qolgan. U oxiridan shu devorgacha 340. Endi bir narsaga e'tibor beringlar. Yoz oyida bilasizlar, hozirgi kunda issiq ham yaxshigina bo'lyapti yoz oyida. Endi demoxodlarni bir porchkalar aliga demoqchiman. Havo aylanish uchun mana hamma molni oyog'ini tagiga qo'yib ketilgan ekan, Asrorbek. har bir shamol uchun qo'yib ketilgan. Bu molga shamol aylanib qulaylik. Hidlanmasligi uchun, gazlanmasligi uchun. Gazlanmaydi. Hop, demak, bu yerga nechta mol sig'adi, Asrorbek? Bu yerga 15 ta molga mo'ljallangan bu o'g'ilimiz, mini o'g'ilimiz. 15 ta molni o'z ichiga oladi. O'g'ilimizni balandligi 280 aytib o'tgandek, Yerdan akalar balandligi to'singa doğru 280 cm. 280. O'g'ilimizni ichki eni 5,5 metr. Hop, ichki enini 5,5 metr. Hop. 1 metr yurish yo'lagi 30 cm. Hop, go'ng ahlati tush uchun, 210 mol turish uchun, joy uchun endigi eng qizig'i o'g'ir masalasi. Hamma shu masalada o'ylanib qoladi, chunki mollarga qulaylik, oson bo'lish uchun, yem hashagini oson yeyish uchun mana mol turadigan joydan balandligi. Shu o'lchangchi do'st. Mol turadigan joydan balandligi o'xirimizni. Obunachilar 60 cm. 60 cm. Yemish yeydigan o'ti ham 60 cm. Demak, yerdan yuqoriga 120, 120 ni o'rtasidan bo'lishibdi. Mana molni kallasi kirib, oxirga yem hashagini yeyish uchun. Demak, 60 cm oxir balandligi, kallasini tiqish uchun 60 cm. Oxirimizni eni esa Oxirimizni enichi 50 cm. Oxirimizni eni 50 cm. Ichki balandligi. İchki balandligi esa 25. 25-26 ekan. Endi shuni aytib o'tib keting, nima uchun uklon qilib qo'ydingiz? Ichini ko'ringlar akalar. Uklon bo'lishining sababi yem hashaklar, masalan, bu burchakka to'planib qolmaydi. Bu yem tashlasa molga qulaylik qilib, u qiynalib o'tirmaydi. Mollar burchakda qolib ketgan yemlar yegani. To'g'ri. Akalar, buni chorvadorlar to'g'risi yaxshi bilishadi. Bu yerga uklon qo'ymasangiz, yem hashaklar tiqilib, achishdi. Achiydi. Yangi tashlagan yemlarni ham achittirishi mumkin. To'g'ri. Molga ziyon bo'lishi mumkin. Endi do'stim, o'g'irni tashqi balandligichi. O'g'irni ko'rganlaringdek mana uklon bo'lgan ekan. Bu tashqi ichki tomon. Tarafning balandligi
35 sant, 34 santimetr qo'yilgan ekan. Demak, uklon 10 sm u yoqdan baland bo'lgan ekan. Hop, yo'lagimizdan balandligi esa 75 santimetr. 75 sm ekan. Xo'p, hammasini ma'lumotlarni berib o'tdik akalar. Endi yana bir savol tug'iladi. Nima uchun xom go'shtdan foydalangansiz? Xom go'shtdan foydalanish sababi o'g'limiz ozgina bo'lsa ham shalaka bo'lib zak tortadi. Xom go'sht ozgina bo'lsa ham o'g'ilga issiqlik qish oylarida. Qish oylarida demak, akalar yoz oyida shalaka blokdan issiq shunaqa chaykanki, og'ilxona hop, hamma tomon ochiq bo'lsa ham dimlavar ekan-da. Xom go'shtdan iloji boricha foydalangan yaxshi. Bir qator xom go'sht urilgan-a bu yerga. Bir qator xom go'sht, yarim go'sht xom go'sht urilgan, orqasida esa shalaka blok. Mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Og'ilimiz ortiqcha sovuq isib ketmasligi uchun. Akalar, ko'pab emas, oz emas, 15 ta molga mo'ljallangan og'ilimizni razmerlarini aytib o'tdik. Xudo xolasa, menimcha qulay bo'pti. Asrabek, hammaga qiziq, nech pul rasxod ketdi shuncha. Mana shu yerdan yuqoriga tikka bo'yicha oxirigacha. Bu endi biz moldan har bittani hisoblamadik. Preminni 100 million o'rtacha 100 million hisob kitob. 5-10 million ag'ib. 5-10 million plus minus, ha? Xudo xolasa, yaxshi kunlaringizga, yaxshi mollarni boqing aka. O'ta shinam, chiroyli chiqibdi. Hammaga shunday ovullar qurish nasib qilsin akalar. Fikr almashuv. Kimdir erta bahordan rejalashtirgan bo'lsangiz, ovul qurish maqsadingiz bo'lsa, mana xonadoningizga agar 17 metrga mana shunday chiroyli og'ilni joylashtirsa bo'lar ekan. Hozir sizga tashqi tomonidan yana bir ko'rsatamiz. Tashqi tomonini ko'ring mana. Hop, tashqi tomonidan ko'rsangiz ham tashqi tomoni ham juda chiroyli. Demak, hop, molxonani tom qismiga pressmi, beda pressmi, yem hashakni joylashtirish uchun bir dona joy tashab ketilgan ekan-a. Orqa tomondan ham bormi? Orqasi. Orqa tomondan ham xuddi shunday eshik bor. Bu yem hashaklarni joylashtirish uchun qo'yib ketilgan. Demak, xudo xolasa, yaxshi kunlarga, yaxshi mollarni boqing. Demak, o'g'limizni hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Endi nima deydi? Bu yerlar hali qor bosib qolibdi. Bu yerlar ko'rsatadigan joylarimiz ko'p edi. O'zi aslida bu video kecha olinish kerak edi. Kecha Asrorbekning vaqtlari bo'lmadi. Endi bugunga rejalashtirdik. Bugun xudoyimda bir ne'mat yog'di. Endi shunday molxona qurildi. Molxonaga albatta yem hashak kerak, yemish kerak. Hozirgi kunda eng qulay varianti silus bo'lib qoldi, Asrorbek. Albatta, silus har tomonlama hozir hayvonlarga qulay bo'lib qoldi. Bu silus chuqurimiz uzunligi 9 metr. Uzunligi 9 metr. Eniga 3 metr. Chuqurligi 1.60 bo'ladi. Chuqurligi 1.60. 60 ko'ringan. Bu silus o'ramizga o'rtacha 30 tonna silus sig'adi. Hozir nechta tonna ko'mdingiz? Bu yil 30 tonna silus o'raga ko'mdik. Bu ustidan nishab bo'lib ko'milgan, chunki o'sha katta mashinalar kelib to'kishchi. Sodda qilib aytganda, yama uklon sifatida uklon qilib qurilgan ekan. Uklon bo'lib, tagi u yoq tekis ketgan ekan. Odam silusni olishga ham qulay bo'ladi. Endi bu yoqda mana bu yerda mollar qarash uchun xonalar qurib qo'yilibdi. Xonalar bitishiga oz qoldi. Aslida ishlab tursangiz bitiraverasiz. Yaxshi niyatda boshladik, xudo xolasa. Qurishlarimiz yakunlanib qoladi. Like, podpiskani ayamay bossalaring. Oxunjonimiz kanalida bundan ham chiroylilar chiqadi. Gap yo'q. Yaxshi niyat yarim mol mana. Yaxshi niyat bilan niyat qilingan bittadan like bosib, obunacha tugmasini bosib qo'ysang mana. Hop, bu necha so'tak bu joyimiz? Bu
Uchastkamiz 6 sotik. 6 sotik-a. 6 sotikka shunday molxona, 2 xona uyi, bir hammom ham bor ekan chetida. Hammom joylashtirsangiz bo'lar ekan va yana shuncha yerdan yozgacha aytayapman dedingiz-a? Yozga shu yerlardan naves, xudo xolasa. U chetiga naves quriladi mana. U chetida O'raga ham joy tashab ketganmiz, xudo xolasa. Uni ham endi boshlaymiz. Endi sal pullar yurishib qolsa. demak, u chetiga mana qo'yxonani rejalashtirib qo'yishibdi mana. Mol qo'ydan albatta chorbada baraka deyishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, Oxunjonimizga bitta like bosib, Like'larni ayamanglar. Oxunjon o'z bundan chiroylilari chiqadi.